Birinchi marta kelgan kunim bu dargohga O'zbekiston Kompartiyasini o'sha vaqtda 20-syezdi ochilishi bo'ldi. Ya'ni unda xodim sifatida emas, ishtirokchi sifatida. Ya'ni asl o'zimni ishga tushgan kunim 1981-yil 2-sentyabr. Endi bu joy men uchun tabarruk hisoblanadi. Chunki eng avvalambor ishtiyoq kerak. Qiziqish kerak. Agar shunchaki kelib vaqt o'tkazib ishlab ketish bo'lsa, bu boshqa narsa. Lekin shu yerda ishlayotgan joyiga, shu san'atga, shu yo'nalishga ixlosmand bo'lsa, ishtiyoq bo'lsa, ishlab ketadi. Siz o'zingiz ko'rmasangiz ham, lekin sahnada yaratgan narsalaringiz bilan, o'shalarga bergan ko'magingiz bilan, shu qilingan narsalarda ishtirok etganingiz bilan bariga televideniya orqali e'lonlanma boshqa bo'ladimi? Shu san'atkor shu san'atida bizning ishtirokimiz bor degan narsa. U har joyda ham e'lon qilinmaydi yoki o'sha mana bu yerda bitta mana emas, shu sahnani ortida ishlaydigan ko'pgina xodimlar bor. San'atkori shu darajaga sahnaga yetib kelishiga o'z hissasini qo'shadi. Lekin hech bo'lmasa shu sahna ortidagi xodimlarni nomini o'qilganda etib o'tib ketishi ham bir katta anaqada. Bizani ham eslashdi-yu, mana shu yerda ishtirok etganimizdir. Va albatta u sahnaga chiqib, siz hech qanaqa anaqa qilmagansiz, sizga chapaychalab yoki anaqa qilib tomoshabinga ko'rinish bu boshqa narsa. Bu men uni o'zimga anaqa qilmayman. Xush ko'rmayman, chunki to'g'risi buni xohlamaganman. Oldingi vaqtda o'sha ijodkorlik bo'lardi-da, bir ayrim sahnalarda o'zimiz yaratishga to'g'ri kelgan, dekoratsiyalarni qo'yish to'g'ri kelgan, o'shalarni qanday qo'ysak qanday bo'ladi shu konsert jarayonida. Haligi shuni o'z qo'lingiz bilan qilib, yasab, mamti qo'yish bir boshqa. O'sha sizni qilgan dekoratsiyangiz yoki sizni qilgan narsangizni o'sha san'atkor yoki xonanda o'shani oldi turib ijro qilsa va o'sha ijrosini keyin televideniya orqali boshqa ko'rsangiz, mana mana shu narsani biz qilganmiz, mana mana narsani biz yaratganmiz, mana mana shunda bizning bolalarning hissasi bor, falonchi hududchilar bilan ishlaganmiz yonma-yon. Shu narsada mana shu san'atini, uni konsertini chiroyli chiqishda bizning ishtirok bor degan narsada ozgina g'urur, xursandchilik hissi tuyuladi. Ko'p dunyoga mashhur san'atkorlar, ko'p davlat rahbarlari ko'pchiligi bo'lgan. 80-yillar boshlarida Alla Pugacheva kelib shu yerda 10 kun jonli ijro bergan konsert. Zaynab Xaldarovani 82-yili bergan konsertlari, masalan Tamara xonimlar kelgani, birga ijro qilishgan qo'shuqlar. Hozirgi bunaqalik rasmga tushib olishlar bo'lmagan, telefonlarga olish, o'sha hayotda o'zigini ko'rganman. Ularni sahna orqasidagi muomalalarini, munosabatini, Nikolin masalan, Margunov, Vitsin, mana xalq taniydigan aktyorlar, qancha bundan boshqa aktyorlarning hammasini biz u vaqtda faqat televideniya orqali ko'rardik, kinolarda ko'rardik, lekin hayotda ularni ko'rish. Kuba prezidenti Fidel Castroni ko'rganman. Shu yerda mana kelib shu sahnaga chiqib Sharofa Rashidov rahmatli o'zlari olib kirganlar, shu yerda to'g'risi ochilgan vaqt sahnada o'zim pultda o'tirgan o vaqtda mana shu narsalarni hozirgi harakatlanayotgan narsalar hammasini o vaqtda boshqa ko'rinishda bo'lardi. O'zi yonib o'chirgan chiroqlar, xarovoylar qo'yilgan boshqa pardalar, ochilish, yopilish, figurkalar hammasini ijrosini u vaqtda patolog 3 xil rangda yonardi. Har bitta pozivnoyga patolog almashardi. Sariq, qizil, bayrang va oq svetda o'pshi yonardi. Tanasi svet men pardali yopilgan boshqa ko'rinadi. Gustav Gusek, Erik Honecker o'sha vaqtdagi Varshava shartnomasi degan Ester bilan muloqotda bo'lgan davlatlarning hamma rahbarlari kelgan. Hammasini ko'rganman. Nikola Shaushevskiy, hatto Leonid Ilyich Brejnev. Bu yerda manfaatdorchilik yoki shuni orqasida haligi unvon olish, unaqa hissi bo'lmagan. Qaysi sohada ishlasangiz ham hech o'z bir marta eslatsa, shuni o'zi kifoya bo'lib qoladi. Hayot davom etadi, rivojlansin san'at, lekin eski o'sha anaqalarimizni unutishimiz kerak.